أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlar biz aldığımız derslerde adilla şer'iyyeninki 4. delili qiyas haqida to'xtalib, qiyasning ta'rifati, qiyasning arkanlari haqida to'xtalgan to'q. Biz shu mazmunlarni qayta bir qisqacha xulosalab kelgandan keyin darsimizni davomlashtiramiz. Biz qiyosni ta'rif qilgan vaqtimizda, qiyosni tunishtirgan vaqtimizda bizning oldimizga bir voqelik kelib qolsa, biz buning hukmini istovatga voqelikdan birisi. Bu voqelikning hukmini Qur'ondan izlaymiz, hadisdan izlaymiz, ijmodan izlaymiz. Agar shu voqelikning hukmi Qur'ondan, hadisdan va ijmodan tepilmaganida shu voqelikka xarakter jihatda o'xshaydigan yana bir voqelikni izlaymiz Qur'on hadisdan. Hani ijmot haqida ixtilof bor u jihatda. Agar Qur'on hadisdan biz hozir hukmini bilmoqchi bo'lgan mushu voqelikka o'xshash xarakterdagi yana bir voqelik tepilsa, shu voqelikning hukmi bizga aniq bo'lsa, ham shu hukmningki shu xil shaklda chiqarilishining illati, sababi bizga bilingan vaqtida şu illetni hozirgi biz hukmini bilmoqchi bo'lgan voqelikda izlaymiz. Agar shu voqelikda shu Qur'on hadisda tilg'ilingan voqelikningki hukmining illati, sababi bor bo'lsa, biz shu illat nuqtasida turib, voqelikning hukmini voqelikka qana qilamiz, akabirimiz. Ikki voqelikni hukm jihatda o'xshash qilamiz deb tunishtirgan to'q. Mana shu vaqtda qisqa qaytilgan vaqtimizda qiyos degan bir voqelikni Qur'on hadisda hukmi tilg'ilingan voqelik bilan o'xshash muomala qilib, shu hukmni o'xshash qilib o'tish. Ya'ni ma voqelik bilan voqelikning illati nima bo'lganligi uchun, o'xshash bo'lganligi uchun deb buningga bir qancha misollar bilan xulosalab o'tgan to'q. Undan keyin biz hozir qilgan ta'rifatning ahvolini mulohiza qilish orqali qiyos bo'lish uchun, qiyos shakllanish uchun 4 xil ishning hozirlanishi kerak ekanligini oldingi darsda biz deb o'tgan. Buning birisi cho'qim qiyos shakllanish uchun asli bo'lish kerak. Asli deganimiz Qur'on hadisda hukmi tilg'ilingan halaqa voqelikni ko'rsatadi. Ikkinchidan far'iy bo'lish kerakki, biz uning hukmini Qur'on hadisini izlab topolmagan halaqa va hukmini o'qmoqchi bo'lgan voqelik, Qur'on hadis ijmoatini izlab topolmagan hukmini o'qmoqchi bo'lgan halaqa voqelik bo'lish kerak. Buni biz far'iy deb ataymiz. Uchinchidan Qur'on hadisdagi halaqa voqelikningki hukmi bizga nisbatan aniq bo'lish kerak. To'rtinchidan hukmul asl deymiz buni. To'rtinchidan shu hukmning illati bilinishi kerak. Mayli nas yo'li orqali bilinsin yoki istinbot yo'l orqali bilinishi kerak. Buni biz al-illa deymiz deb qiyosning asosini 4 ga bo'lgan, ya'ni qiyosning arkanini al-aslu val-far'u hukmul asli al-illa deb 4 dona holat asos shakllangan vaqtida qiyosga yo'l hozirlanadi. Shu vaqtda mujtahid qiyos qilishga qadam bosib bo'ladi deb biz gap bilan oldingi darsimizni oxirlashtirgan. Undan keyin shu darsimizda biz bunday bir qoidani yakunlagan. Al-hukm yaduru ma'a illatihi. Ya'ni hukm o'zining illati bilan billa aylanadi, cho'g'laydi yoki tepiladi. Vujudan va adamanki illat nerede tepilsa hukm shu yerda tepiladi, illat tepilmasa hukm tepilmaydi. Ya'ni aniqroq degan vaqtimizda hukmni yo'tkashda, ya'ni aslidan far'iga yo'tkashda illatga bog'lanadi. İlletki qarab turib yo'tkiladi. Illat bo'lsa hukm bo'ladi, illat bo'lmasa hukm bo'lmaydi degan haqida to'xtalib, nima uchun degan vaqtga kelgan vaqtida, chunki shariatdagi har bir hukmningki yo'l qo'yilishining asosiy turtkisi yoki u hukmni yo'l qo'yishning asosiy g'oya nishon shu hukmning hikmati. Namozni qasr qilib berishdan Allohning maqsad qilayotgani bizga nisbatan yengillashtirish. Namozni jug'lab o'qishga ruxsat qilishdan maqsad bizga nisbatan ruxsat qilish, masalan, haroqni harom qilishning hikmati bizning aqlimizni saqlab qilish, masalan, qotildan amdan udvonan qisos elishninki vojib qilinishining hikmati
kishilarning jinini qanday qilish, saqlab qilish masalan, bularning hammasi hikmat bo'lib, mushular tufaylidan hukm yo'l qo'yiladi. Unda bo'lgandan keyin bu nuqtaga qarag'an vaqtda hukmlar o'zining hikmatiga bog'lanish kerak ekan-ku desa, to'g'ri. Asli hukmlar hikmatiga qarab bo'lish kerak, hikmatiga bog'lanish kerak. Ammo hikmatlarninki mundaq bir ikki xil alohidaligi bor. Birisi, ba'zi ahkamlarda hikmatlar oshkor bo'lmay qoladi. Masalan, bayatdagidek mashaqqat desak, mashaqqat masalasi ahvoldan ahvolga qarab, safardan safarga qarab, kishilardan kishilarga qarab o'zgarib turadigan, bundaqlikka oshkor bo'lmaydigan. Masalan, men safar qilsam, mening tan salomatim yaxshiroq odam bo'lib qolsa, menga jafo kelmasligi mumkin. Ammo qishimda birga safar qilayotgan safardashimning tan salomati yaxshi bo'lmay qolib, unga bak jafo kelishi mumkin. Bu ikki jihatdagi bir ish. Haroqdan ichmaslik, men azroq qilsam, mening aqlimni yo'qotishi mumkin. Ammo yana birisi ko'tirish ko'p qolsa, jiqroq ishsa, uning pat yo'qolmasligi mumkin. Masalan, bu nima ish bu desa, bu maxfiy, qo'llanmaydi. Kimda mashaqqat bor, kimda mashaqqat yo'q. Masalan, sodini Allohningki bizga halol qilib berishininki ilm berini. Buning hikmati o'zaro ehtiyojimizni qamdashini rozilik masalasi. Rozi bo'ldimi, bo'lmadimi o'lchaydigan bir aparat uskuni yo'q odamning qalbidagini. Bu oshkor emas. Bunda ahvollar bor. Ikkinchi alohidaligi hikmatninki ba'zi ahkamlarda hikmat toroqliq emas. Yani taqdiri degani nisbiy. Adamdan adamga qarab turib o'xshamaydi ba'zi. Bu qatim safarimda qiyinchilik his qilishim mumkin. Kela qatim safarimda javob qilishim mumkin. Ammo yana bir qatim safarimda qulay bo'lishi mumkin. Ariflandagi safar qulay, meni bir narsaga safar tasavvur qilishim mumkin. Mening safarim qulay, aning safari nima bo'lishi mumkin, qiynab qilishi mumkin. Bu odamdan odamga ahvoldan ahvolga qarab, bunda o'zgarib turadigan nisbiy turoqsiz o'g'achqa, endi hikmatga hukmni bog'lab qo'ysak, hukmni tabiiyki muqim bo'lanmasligi, normal bo'lanmasligi aniq. Shunga boshqa hukmni illatga bog'lag'olmaydi. Endi o'z qanday qilamiz? Hukmni nega bog'laymiz? Nimaga qarab turib hukmni aslidan far'iga o'tkazamiz desa, endi biz yana bir narsa tepishimiz kerak. Yani o'zi zohir, bayatanga biz degan kamchilikning qarshisida, o'zi zohir, ham o'zi munzabit, oshkora, turoqliq. Ammo asosiy hukmning asosli g'oya nishoni hikmat o'g'achqa, hikmatni qana qiladigan o'ziga oladigan. Ya'ni hikmatni o'ziga oladigan degani, agar shu ish tepilib qolsa, hikmat bu yerda amal. Ya'ni hukm shu illatga tepilib qolsa, hikmat amallashadigan ishdan birini qata qilish to'g'ri keldi. U o'simi dal biz qiyosning 4 arkonida so'zlagan halqa illat shu. Unda illat boshqa gap, hikmat boshqa gap, hukm boshqa gap. Asli hukm hikmatga bog'lanishi kerak. Lekin hikmatningki bayatni degandek ikki xil kamchilikka o'g'achqa, bunga bog'lab qo'ysak, hukm normal, muqim bo'lmaydigan ahvol bo'lib qolg'achqa, mushunni o'ziga oladigan, ammo o'zi zohir, ammo o'zi muqim bo'lgan bir narsaga bog'lanishi kerak. U o'simi nima illat? O o'simi illat. Esingizda bo'lsin. Illatga hukm bog'lanishi uchun cho'qim illat hikmatni o'ziga olgan bo'lish kerak. Olgan bo'lish kerak deganimiz keskin shart qilinmaydi. G'oliban elish kerak. G'oliban degani hukm shu illatga bog'lansa, hikmat asosan ro'yobga chiqadigan, amalga oshadigan, maqsad amalga oshadigan. Masalan deyli, shuning qatorida biz namozning qasr qilinish, Ramazonda iftor qilish, masalan, ro'za tutmaslik qatorliq ruxsatlarni Alloh safar degan illatga bog'ladi. Biz bayatdan deganki, bu ahvollarning hikmati mashaqqatni dafi qilish. Bayatdan degandek mashaqqat ba'zida oshkor emas, ba'zi turoq so'g'achqa mashaqqatga bog'liq, mashaqqat bog'lab qo'ysak, har bir odamga ayrim hukm chiqish to'g'ri keladi. Siz qasr qiling, siz qasr qilmang. Siz ro'za tuting, siz tutmang. U mumkin emas-da u. Unda o'g'andan o'sha mashaqqat dafi qilinadigan yana bir narsaga hukmni bog'lash to'g'ri keladi. U o'zi muqoyisa desa safar. Safar degan hukm safar bo'lish sifati bilan nima bilan bo'lmasin, ma'lum darajada mashaqqatni o'ziga oladi. Shu taxfif ruxsatlarni safarga bog'laganimizda asli maqsadimiz bo'lgan mashaqqatni yo'qotish, harajni yo'qotish maqsadiga g'oliban yetkazib bo'ladi. Endi biror juz'iyatlarda, masalan, podshohlarning safarida, hashamatlik safarlarda garchi mashaqqat bo'lmasin, lekin u safarning xarakteriga ta'sir ko'rsatmaydi. Ma'noqtidan illat hikmatning mazg'onnisi bo'lish kerak. Mazg'on degani tepilish, g'olib tepilish ehtimollik o'rni.
Keskin emas. G'olib deb bilish ehtimollik o'rni bo'lsa, ya'ni illat hikmatni o'z ichiga olgan bo'lsa g'oliban, ya'ni hukmni illatga bog'lasak, hukmning asli maqsadi bo'lgan hikmati ro'yobga chiqadigan ahvol bo'lsa, uni ma'sifatni nima qilib bo'ladi? Hukmga illat qilib bo'ladi deb hukmning illatga bog'lanishining sababini biz oldingi darsda so'zlab o'tgan. Nima uchun hikmatga bog'lanmay, illatga bog'lan degan babda. Ham biz shu yerdan bir narsani tushundik. İllet o'g'anliqlar hukmga illat bo'la olmaydi. Chunki illatni biz shu vaqtda bir vasf degan arabchada vasf deb qatag'agan bir vasf deganimiz lug'at jihatdagi, nahviy jihatdagi vasf emas, balki ish harakat, xarakter, alohidlikni ko'rsatadi. Masalan, haroqning hukmi harom. Chunki o'sha haromlik nimaga bog'langan desa, haroqda bir xil xarakter alohidlik bor. U alohidlik bo'lsa-mu, odamni mas qilish. Dal shuningga bog'langan. Haroq harom chunki mas qiladi. Nima vasf bo'ladi? Endi bayatiniga deyilgan gaplarga qaraganda, ya'ni asli hukmning asli maqsadi hikmatga amal olmagandan keyin shu illatga bog'ildik. Chunki illat hikmatni qana qiladi, o'z ichiga oladi degandek bir tushunchalarni o'tdik. Shu yerga qaragan vaqtda illatning illat bo'lishi uchun bir şey ediki hukmning illatiga bog'lanishi uchun shu shayning sifatiningki hozirlash tegishlik ma'lum bir shartlar bo'lar ekan. Amaliyotda biz oldingi darsdan bayqab bo'ldik buni. Hikmatga nima uchun hukm bog'lanmadi desa, maxfiy bo'lganlik uchun, munzabit bo'lmaganlik uchun dedi. Dal shuning qarashida shu illatning illat bo'lishini, illatning bo'lishi kerak, zohir bo'lishi kerak va munzabit bo'lishi kerak. Ikki shartni qo'ysak bo'ladi. Dal bugungi darsimiz shu illatning shartlarini bayon qiladigan dars. Abdurdavatida shurutul illa. Shurutul illa. Illatning nimasi? Sharti. Biz bayatdan bergan tushunchalardan illatning shartlarini bayqab bo'ldik. Shunda olsa-mu qaytamda bir divitayla Abdurdavatida illatning muttafaq kelgan sharti 4. Avval biz 4 shartni shunda bir kirib o'tib ketaylik. Birinchisi illat cho'qim oshkora sifat bo'lishi kerak. Biz bayatdan hikmatga bog'lanmasligini sababini chunki hikmat ba'zi vaqtlarda yushum bo'lib qoldi dedi. Ikkinchidan illat cho'qim muqim sifat bo'lishi kerak. Biz bayatdan hukm hikmatga bog'lanmasligining sababi chunki hikmatlarga bog'lanmasligining sababi chunki hikmatlar ba'zi ahvollarda nisbiy bo'lib qoladi, muqim emas edi. Üçüncüden endi illat asli hukmning asli maqsadi hikmat bo'lgancha illat hikmatni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak emasmi? Uchinchi sharti antakuna wasfan munasiban degani shu illat nimani o'z ichiga olgan hikmatni munosib degan gap hikmatga mos keladigan degan gap. Ya'ni illatga hukm bog'lansa shu yerdan hikmat ro'yobga chiqadigan, hikmat amalga oshadigan bo'lishi kerak munosib degani shu. To'rtinchidan bu illat asliga xos illat olmas kerakki, aslidan boshqa yerga apog'li bo'lmasa, endi hukmni qanday qilib o'tkazgili olmaydi. Shunda bo'lganda illatning necha xil sharti bo'ldi, 4 xil shart bo'ldi. Amaliyotda bu 4 xil shart oldingi darsimizning mazmunidan yoki biz hozirgi darsning oldida bergan tushunchalardan purab chiqib bo'ldi o shart amaliyotda. Abdurdavatida al-aslu allazi warada an-nass bi hukmihi Nas hukmini apkelgan asli, ya'ni qiyosdagi Qur'on hadisda tilg'ilingan haliqi voqelikni demakchi. Asli ba'zida bir qancha xil sifat, bir qancha xil alohidliklarni o'z ichiga olishi mumkin. Albatta aslidagi hamma sifat uning hukmining illati bo'lishga yaraydi, unda emas. Masalan, haroqni harom dedi. Haroq degan qanday narsa? Ichimlik. Bu bir sifat. Suv, bu bir sifat. Qizil, bu bir sifat. Masqilado, bu bir sifat. Har birisi biridan alohidlik sifatlar. Endi haroq suv qo'yganlik uchun harom bo'lamda? Ma'lum illat ulanmadi. Haroq ichimlik qo'yganlik uchun harom bo'lamda? Illat ulanmaydi. Haroq qizil qo'yganlik uchun harom bo'lamda? Yo'q. Haroqning purqi ses qo'yganlik uchun harom bo'lamda? Yo'q. Anog'anda surishti qilib akasak, bu hamma sifatlar yara vermaydi. Balki buning uchidan haromligiga yaraydigan sifat bor, masalan, mas qilishga o'xshash. Haroqni harom qilishning sababi haroq insonlarning aqlini yo'qotadigan bo'lgancha, mas qiladigan bo'lgancha, shu harom bo'lgan, adog'ini iskarkan. Demak, hamma sifatlar yaramaydi-da uningga. Balki aslining hukmi shuni bilan illatlanadigan sifatda bir bo'llik shartlar hozirlanishi kerak. Min an tatawaffar hozirlanishi kerak. Masalan, mushu shartlarni usuliylar illa naskeltirilgan illatlarni tashirishdan, illatning ta'rifatlarini rioya qilishdan va illatlashdan bo'lgan asosiy g'arazdan o'z hukmni farq o'tkazishga illatlashning sababi mushu g'arazdan istamadda qana qilgan, yig'ib, yakunlab olgan, suzib olgan.
Ana mushatning ba'zini shart qilishga usul ilmning gapi ittifoq keliglik, ba'zida o'rtaq keliglik. Uning ba'zisi, mashatning ba'zisi, ularning so'zi uning ittifoq kelmaganlik, bu shart xili ko'p hamda. Ba'zi muttafaqun alayh, ba'zi g'ayri muxtalifun fi. Endi biz mayada muttafaqun alayh bo'lgan shartlarni bayon qilib to'xtaymiz. Mushu nuqtadan magapni deb qo'yishning sababi abtur. Sizlar ma'nodan boshqa usul kitoblarga olsanglar, balkim shartni 5 deyishi mumkin. Balkim 6 deyishi mumkin, balkim 7, 8 deyishi mumkin. Demak, biz mayada so'zlayotganimiz muttafaqun alayh kelgan shartlarningki ma'lum bir qismi demakchi. Ana o'z 4 shartni birdan deyli, biz bayatında doq. Yana bir qitim kallanılda to'g'iz uchun aniq bo'lib ketsin, avval biz kitobga kirmaydi birda bo'layli. İlletning 4 shartining birinchisi illat zohir bo'lishi kerak. Chunki biz hikmatga shu kamchilik tufaylidan hukmni bog'lamadik. Asli hikmatga bog'lash kerakda. Ikkinchisi illat munzabit bo'lishi kerak, muqim turaqli bo'lishi kerak. Biz hukmni hikmatga bog'lamasligimizning yana bir sababi hikmat munzabit turaqli emas. Uchinchisi munosib bo'lishi kerak degani, shu illat cho'qim hikmatni o'ziga olgan. Hükümni illetke bağlasak, eşyadan bizden asli maqsadimiz, hükümde bo'lgan maqsadimiz bo'lgan hikmat ro'yobga chiqadigan, amallashadigan, amalga oshadigan bo'lish kerak. Ma uchinchi shart. Chunki hükümning asosiy hadafi, asosiy nishoni hikmat. Shunga hikmatni o'ziga olmay qolib qolsa, illatlanmaydi. To'rtinchisi illat asliga xos bo'lmasligi kerak. Buna deganligimiz chunki bizning bu illatni surishtirishga asosiy maqsad hükümni nega o'tkazish. Fariga o'tkazish o'g'achqa, u asliga xos bo'lib qolsa, uning nimasi yo'q, foydasi yo'q uningki. Shu asliga xos bo'lmasi kerak. Unda bo'lsa, birdan kelayli. Birinchisi an takuna wasfan zohiran. Bu hikmat, bu sifat, bu hikmat, illat oshkor sifat, oshkor bir xarakter. Ya'ni hukm berilgan asliningki oshkor bir xarakter bo'lishi kerak. Ya'ni buning oshkor bo'lish deganning ma'nosi oshkora hissiy a'zolarning biri bilan bilinadigan hissiy narsa bo'lishi kerak demakchi. Bilinadigan degani aniq bunda, cheki oydin, mayadan mayagacha oyoqdan aniq bo'lishi kerak. Chunki illat degan faridagi hukmni tunishtiruvchi. Biz chunki mishadagi buni illatlab, uni qilib, buni qilishning sababi illatni akilib, hukmni tepish. Maqsad shu. Anda bo'lgandan bu chuqum aslida his bilan bilinadigan oshkora bo'lishi kerak va faridimi uning borligi his bilan bilinishi kerak. Aslida mo'ba aroqni ichibdi, masoldi. Yoki uning spirit moddasini tekshiribdi, spirit moddasi chiqdi, masalan, tarkibi chiqdi. Va biz hozir hukmni to'qmoqchi bo'lgan far'iy, yana bir ichimlikda bu, shu aniq mas qilib biz amaliy his qilishni bilishimiz kerak uni, yoki tekshirishdan ortdan natija chiqish kerak. Masalan, iskarga o'xshashki, bu haroqdagi bir sifat alohidlik bu. Haroqdimi hissi bilinadigan ichib baqsa odamni mas qiladi yoki ko'z oldimizda haqni mas qiladi. Va buning borligi yana bir mas qilguvchi sirkidimi his bilan qanaqani ta'kidlanadi. Yeta haqqaqligini ta'kidlanib, aniq ma'noda mas qildimi o degilib bo'ladi. Masalan, bu bir misol. Mashta bo'lish kerak, zohir bo'lish kerak. Yana birisi al-qadr ma'al jins, ya'ni jazoni moldiki, jazoni 6 xil moldiki, biz uningga nima qilishga, qiyos qilishga shart qilgan bir illat va o'tirdi. Biz qaysi kungi darsda al-qadr ma'a ittihad al-jins degan. Har qanday narsaningki miqdori turi birib, miqdori o'lchiladigan narsa bo'lib qolsa, shu o'lchamdan oshiq bo'lib ketganlari yoki nisi bo'lib qolganlari nima bo'ladi? Jazoni o'ldirdik emasmi? Masalan, mush desak, mush ikki xil alohidlik va al-qadr bir xil alohidlik, ittihad al-jins bir xil alohidlik. Bu ikki xil alohidlik 6 xil molda his bilan amaliy bilinadi. Janglab baqsaq bo'ladi, tatib baqsaq, taroziga sap baqsaq bo'ladi, turiga qarab baqsaq bilgiladigan narsalar. Va his bilan bu ikki xil alohidlikninki, yana boshqa muqaddarat bo'lgan mollarda tepilishim amaliy ta'kidlangili bo'ladi. Demak, birinchi xil shart illatning nima bo'lishi, zohir bo'lishi. Shunglashqa, birinchi xil shart zohir bo'lish kerak degan bo'lg'achqa, maxfiy, bunda zohiri his bilan bilgilanmaydigan, zohir histab ko'z, quloq, burun, til, qo'lni ko'rsatdi. Mushu zohir his bilan bilgilanmaydigan maxfiy ishlar bilan illatlash to'g'ri emaski, chunki uning ba va yo'qligi aniqlash, ta'kidlash mumkin. Maxfiy bo'lgandan qanday qo'lildini? Masalan, deyli, biz odatda normal hukmda bir ayolning to'qqan bolasining nasibini dadasiga isbotlash deb bir hukm bo'ladi, dadasi isbotlanadi. Mushuning illati qana vaqt isbotlanadi desa, ikkisi masalan shar'iy shaklda to'y qilgan bo'lsa, sahih to'y qilgan bo'lsa, sahih to'y qilish buning nimasi? Illati. Dadiga balaning nasibininki birlashdan iborat bo'lgan hukm nimaga qarab turib bo'ladi? To'y qilish degan illatga bog'lanib turib beriladi. Agar u ikkisi sog'lom to'y qilgan bo'lsa, jamoatchilikni chaqirib, guvochi qilib,
valilerini akilib to'y qilgan bo'lsa, tamam, mabala dadiningki. Biz muhtaram qilamiz, chunki ma oshkora ish. Endi asli bala dadının oluşunun asli hikmeti degeni, asli turtki bo'ladigan nimasi, dadının spermisi ananın rahmiga tushgan vaqtida mabala dadın oladi. Lekin spermisi tushdimi, tushmadi bu oshkora ish emas-da bu. Şu anda anlakin her bir balanınki dadısının emas ekanligini o'lchash uchun u maxfiy ishlarni biz u yerda surishtiq qilib, tushganmi, tushmaganmi qilib bo'lmaymiz. Unda o'g'achqa faqat balaning dadisiga bo'lgan nisbatining nasabninki sabit bo'lishi, isbotlanishi, tavalligining oydinlashishi zohiriy ishga bog'lanadi-ki, to'y qilishga bog'lanadi. Ayol to'y qildi, mush ayoldan tug'ilgan bola dadininki. Chunki to'y qilish nimani o'ziga oladi? Haliqi biz degan bayatdanki hikmatni o'ziga oldiki, to'y qilgan odamning 100% hesapda 99%'ning spermisi ayolning tushidi, rahmisiga tushidi. Bundan nokta olg'achqa to'yga odamda shu spermisi tushish ehtimoli g'olib bo'lg'achqa, g'oliban ehtimol bo'lg'achqa, shuni biz mana shu nuqtadan hukm chiqaraveramiz. Ammo hikmatini asos qildi desak, hikmat nima? Shuni uni o'qilolmaydi. Shuni turda o'tadi. Shunlashqa nasabning sabit bo'lishi erining spermisining ayolining rahmiga hosil bo'lish bilan illalik bo'lmaydi. Balki shu hosil bo'lishning zohiri ehtimollik tepiladigan o'rni bilan illatlanadiki, o'simi sog'lom bo'lgan to'y nikosi, aqdu zavoj as-sahih. Chunki sog'lom to'ydan keyin cho'qim shunda bo'ladi-da. Yana bir misol olsak, savdo qilgan vaqtimizda ikki mal, ya'ni pul bilan mal savdo sog'lom bitsa, qarshi tarafga mulk yutadi. Men bir mashinaning birini sotib olsam, mashina mening bo'ladi, pul qarshi tarafning bo'ladi, men savdo sog'lom bitsa. Savdoning sog'lom bitganligining o'zi bir hukm. Mushu hukmning illati nima desa, mesela asli hikmatga bog'lansin desa, hikmat ikki tarafning ko'nglidan rozi bo'lib, ehtiyojni qamdash uchun qilishi. Endi odamning ko'nglidagi rozilik rozi emasligini adam uquldigan, o'lchaydigan saymay yo'q. Ana onda qana qilamiz desa, uni uqulmagandan keyin shu rozilikni bizga ifodalab beradigan oshkor bir illatdan biriga bog'laymiz. U o'simi eg'izdan chiqqan oldim degan so'z, satdim degan so'z yoki qo'l qo'ygan, to'xtamga qo'l qo'ygan aldım degan xat, satdim degan xat bu ishlarning qalbidagi rozilikni ifodalab beradigan oshkor ish o'g'achqa hukm shu yerga bog'lanadi. Ammo qalbidagi rozilik yushun o'g'achqa hukmni iyaga bog'lanmaydi. Shunga illatning birinchi sharti zahri bo'ladi. Shunga turda o'tadi. Ikki badaldiki, mol bilan pul demakchi. Mulkiyatning naqlisi degan gap savdoning bitishi. İki savdo qiluvchining roziligi bilan ilg'olmaydi. Rozi bo'lsa savdo bitadi, rozi bo'lmasa savdo bitmaydi, digilolmaydi. Balki zohir rozilikninki zohir tepilish ehtimoli bo'lgan o'rni bilan ilg'olandiki, u o'zim ijob qilib. Og'izdan oldim satdim deganlikka cho'qim rozi bo'lganlikning ifodasi g'oliban 99%. Bu bir misol. Yana bir misol, masalan kichik bola balog'atga yetib aqli mukammallashsa, asli hikmat ma'u. Aqli mukammallashsa o'zininki egilik huquqiga ega bo'ladi bola. Mustaqil odam bo'ladi. Endi aqli mukammallashmaslik degan yushurin ish. Buni o'lchig'iladigan narsa emas, buni apriti yo'q, o'lchaydigan bir uskunasi yo'q. Ano'g'andan keyin mush aqli mukammallashish g'oliban shakllanadigan bir holat va u o'simi yoshi 15 yoshdan eshish yoki bo'lmasa balog'atga yetish masalan, ehtilom bo'lish. Shunga bog'laymiz hamda hukmni. Bir bolaning shaxsiy egilik huquqini, shaxsiy o'zining kishilik huquqini biz dal balog'atga yetish yoki 15 yoshga bog'laymiz. Nimishqa asli maqsad aqli mukammallashishdi. Aqli mukammallashishga bog'layolsak, aqli mukammallashish degan maxfiy shub qolgan bo'lg'achqa bu illatlik yaramaydi. Shuningcha aqli mukammallashishni g'oliban o'ziga oladigan shu yosh yoki balog'at. Chunki 15 yoshga yetgan bolalarda g'oliban aqli o'zining tasarrufotini qilay, itay, mangay deb o'zini kontrol qiladigan holatlar g'oliban bo'ladigan bo'lg'achqa biz zohirga bog'laymiz, yushurunga emas. Lekin zohir yushurun shu hikmatni o'ziga olgan bo'lish kerak. Shunga olib turdi. Balog'atga yetish aqli mukammallashish bilan illatlanmaydi, balki o'sha aqli mukammallashishning zohir tepilish ehtimoli bo'lgan, mazg'anlar degani tepilish ehtimoli bo'lgan vaqti yoki o'rni bilan illatlanadi-ki, o'simi 15 yosh yoki 15 yoshdan ilgari balog'atning alomatlaridan bir alomatning zohir bo'lishi. Demak, birinchi shartni xulosalasak, cho'qqum hukmning illat olmoqchi bo'lgan haliqi xususiyat yaqinligi sifat nima bo'lishi kerak? Zohir bo'lishi kerak. Yushun bo'lib qolgan har qanday narsa bilan qanday qilib illatlik bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchisi illatning shartiniki vasban mundabitan bo'lishi kerak. Vasban mundabitan. Yani turaqliq degani uning bosh oyog'i inoq, doirasi inoq, chek doirasi mayadan mayog'icha deb
aslida mo'manchilikdi, far'ida mo shunchalik tepilibdi, andan keyin qanaqa qiloldi, hukmni o'tkazib oldi, digildi qanday. Muqim mas bo'lib qolsa, aningda 2, aningda 3, aningda 5 bo'lib qolsa bo'lmaydi. Cho'qim aningda qanchalik bo'lsa, aningda shunchalik. Aslida u illat qanchalik doirada illat bo'lib shakllangan bo'lsa, far'ida mo shunchalik doirada shakllanalsa, ya'ni demak cho'g'ini turaqliq, uni o'lchiladigan, o'qiladigan bo'lsa, andan keyin bo'ladi. İnzibat oluş deganning ma'nosi, ma'na inzibatihi. Deganning ma'nosi uning muayyan bir haqiqati, cheklik bir haqiqati bo'lib, cheklik buni chekwa haqiqat bo'lib, far'ida shu had yoki shu ozroq farq bilan bo'lishni ta'kidlash mumkin. U agar o'lchugul bo'lmasa, o turaqliq muqim bo'lmasa, qanday o'lchugul bo'ldiğini? Chunki qiyosning asosi far'i bilan asliningki aslining hukmining illatiga barobar bo'lish. Agar ikkisi teng muqim o'lchugul bo'lmasa, ikkisini barobarligi olmaydi, hukmni o'tkazgili olmaydi. Ma barobarlik dal illat muqim mazbuta degani. Chekuva bunda mahdud degani cheklik bunda bo'lish kerak. Nimish qolsa hattoki ikki voqelik shu illatni barobar deb hukm qilib bo'lish uchun. Masalan deyli, biz oldingi darsda bir misol aytgan, qasdan tajovuzan o'zining miras qoldiruvchisini o'ltirgan odam miras ololmaydi dedik. Bu yerda qasdan odam o'ltirish degan illat, qasdan odam o'ltirish degan illatning cheki bor. Fiqh kitoblarda qasdan odam o'ltirish, mayadan mayagacha bo'lgan ko'rinish, ma shakldagi ko'rinishlar qasdan odam o'ltirishga kiradi deb aniq cheki bor masala. Mao aniq muayyanlashib, munzabitlashgandan keyin mushu illatni nega qo'yamiz? Vasiyat qilinuvchininki o'zga vasiyat qiluvchisini o'ltirish degan babga tatbiqlay olamiz. Shu turda o'tadi. Masalan, qasdan tajovuzan odam o'ltirishga o'xshashki varisini, buning xarakteri mazbut ish va buning amillashtirishni, amaliy ro'yobga chiqarishni, Musa lahninki Musani o'ltirishda tamaman mumkin. Mao qasdan odam o'ltirdi degil bo'lsa, mana qasdan odam o'ltirdi deb uning doirasini sizg'ilib bo'ladi. Qasdan odam o'ltirish degan tig'liq asboblar bilan yoki odam o'ladiganligi aniq asboblar bilan urush degandek bir xil o'lchami o'ninki. Yana bir misol, biz oldingi darslarda kishininki, yana bir kishining savdosining ustiga savdo qilishni harom, illat tajovuzchilik degan. Bu yerdagi tajovuz qilish degan hukm, muayyan bir hukm. Buni kelib biz shu vaqtda qiyos qilingan hukmini o'tkazgan ijoradimi ham tatbiqli bo'ldi. Shu turda o'tadi. Kishining o'zining qarinishining savdosining ustiga savdo qilishi tajovuzlik deganning haqiqati aniq ish. Bu illatni, ya'ni shu sifatni kishining o'zining qarinishining ijorasining ustiga ijara ilishni tatbiqlash ham tamaman mumkin masalan. Tahqiq degani amillashtirish tamaman mumkin. Demak, miyada tajovuz shakllandi, miyada shakllandi deb xarakterini o'xshash, miyada qanaqa qilib bo'ladi, sizg'ili bo'ladi. Ma'no nuqtadan ma'nodagi xarakterlar ma'nodagi xarakteri o'xshaydi tamaman. Endi ma'no hukmini ma'no o'tkazsak bo'ladi. Digili bo'lish uchun cho'qim illat qanday bo'lish kerak? Turaqliq bo'lish kerak. Shunlashqa, ikkinchi shart ma'noga marina, elastiklik, g'ayrimazbuta, turaqliq bo'lmagan sharoit, ahvol, kishilarning o'zgarishlaridan ro'shan o'zgarib turadigan sifatlar bilan illatlashtirish to'g'ri emas. Masalan, Ramazonda ro'za tutmay, ro'zani sundirishning mubohligining illatini kasal yoki musofirga mashaqqatni dafi qilish deb illatligi bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki mashaqqat men bayatning darsini boshlab degandek, odamdan odamga qarab o'xshamaydi. Menga mashaqqat kelgan bo'lsa, menga mashaqqat kelmasligi mumkin. Menga ig'ri kelgan ro'za aniq ig'ri kelmasligi mumkin. Avdigan bir hashamalik odam bo'lg'achqa, hashamalik safar qilgan bo'lg'ach, uning safari rahat bo'lishi mumkin. Demak, mashaqqatni asos qilsak, mashaqqatning doirasida muqim o'lchigi bo'lmaydi. Chunki ba'zi safarlar mashaqqatlik, ba'zi safarlar mashaqqatsiz, ba'zi odamlarga ig'ri qildi, ba'zi odamlarga ig'ri kelmaydi. Makisalga ig'ri kelgan bilan akisalga ig'ri kelmasligi mumkin. Unda o'g'ani qanaqa qilamiz? Mashaqqatning mazanni so'g'an safar yoki kasal orqali illalandi. Chunki u muqim turaqliq. İlletning 3-chi sharti vasfan munasiban bo'lish. Deb o'tdik. Hukmning asosliq nishoni hikmat. Hukmning asosliq g'oyasi hikmat. Hukmning yo'l qo'yilishidagi asosliq turtki hikmat. Ammo hikmat bayatni degandek oshkora bo'lmag'achqa davomliq turaqli bo'lmag'achqa biz amal yo'q hukmni hikmatga bog'layolmadik. Lekin hikmatni o'z kechirmaymiz. Chunki hukmning asosliq nishoni hikmat. Unda olganda biz illatga bog'ildik. Illat cho'qim hukmni hikmatni o'z ichiga olgan. Munosibanligini dal illat bo'lish uchun hukm shu illatga bog'lansa, ostidan shu hukm illatga bog'langandan keyin shu illatning ostidan
hikmat ro'yobga chiqishi kerak g'oliban. Shu abturda aytdi, uning munosiblik deganning ma'nosi cho'qim bu illat yoki sifat hukmning hikmatini ro'yobga chiqarish ehtimoli bo'lgan o'rin bo'lishi kerak. Mazg'an belgini ehtimolli o'rin. Ya'ni hükümni aşı sifatga bağlaş, mayli vücut adam tarafdan bağlansa, min sha'nihi degani hüküm shunga adam vücut tarafdan bağlansa, shari hükümni yo'l qo'yishdan maqsad qilgan manfaatni akilish yoki zararni daf'i qilishdan iborat maqsadi amalga eshishi kerak. Amalga eshsa, undan keyin illat hikmatni o'ziga olgan bo'ladi. Çünkü hükümlü yolga qo'yilishning haqiqiy turtkisi, haqiqiy sababi yoki hükümlü yolga qo'yishning haqiqiy maqsadlik bo'lgan nishondal hikmat. Bizga hikmat kerak. Agar bayatım degandek hikmatda ikki xil kamchilik bo'lmagan bo'lsa, ya'ni davomli zahir bo'lgan bo'lsa, oshkor bo'lgan bo'lsa va mundabit bo'lgan bo'lsa, biz illatga muhtoj bo'lmaydik. Hikmatning o'zi illat bo'ldi. Boshqa bir ishni illat deb qata qilish hojati yo'q-da. Shunga turmadi. Agar hikmat ahkomlarning hammasi oshkor bo'lgan bo'lsa, ahkomlar hammasi mazbut turaqli bo'lgan bo'lsa, ash hikmatning o'zi ahkomning illati bo'ldi. Chunki hikmat ash ahkomni yo'l qo'yish bo'lgan sabab. Lekin darsning başida deb o'tgandek, hikmatlarning ba'zi ahkomlarda oshkor bo'lmaganligi, ya'ni ba'zi ahkomlarda turaqli bo'lmaganligi uchun shunga hikmatning o'rnida ash hikmatni o'ziga oladigan muloima degani mas qiladigan, hikmatga bog'lanadigan oshkora turaqliq boshqa sifatli o'rnini to'g'zib qilishning sababidir shu. Undaganda hikmatni biz ash ayb tufaylidan alanmagan bo'lg'achqa hikmatni, shu hikmatni o'ziga oladigan sifatdan birini illat qilishimiz kerak. Ya'ni illat ashu hikmatni o'ziga olgan bo'lish kerak. İbayatdan ki mesela harakның haram qilishning illatini biz mas qilish dedik. Mas qilishni mishada illat deb qataga olishimizning sababi chunki mas qilish dal hukmni haromlik degan hukmning asosiy maqsadi bo'lgan aqlni saqlab qilish, aqlni qo'g'dab qilish degan mazmunga munosiblik bo'lgach qilim durus bo'ldi. Shunga olib turdi aytdi. Ma sifatlarni ahkomlarning illati deb qataga elish va ahkomlarning şu ahkamlarning hikmatlarning maqomining o'rnida tug'izilish faqat nima uchun durust bo'ldi desa, va masaga faqat bu sifatlar, mushu kin illat deb qata qilingan sifatlar, mushu hikmatlarningki mazg'anni so'g'anligi uchunlar. Mushu sifatlarning ostidan hikmat tepilganligi uchunlar, bularni illat qila oldik. Agar bir sifatning ostidan qat'iy hikmat chiqmayotganligi ini qo'yib qolsa, yani hikmet fakat yok olsa, masifat keskin illetlanmaydı. Şunu abdurda adıdı. فَاِذَا لَمْ تَكُنْ مُنَاسِبَ. Eğer o sifat, illet, münasip yoki mulayim bo'lmasligini aslida hikmat chiqmasa, hikmatga bog'lanmasa, hukmni shu illatga sifatga bog'lasak, hikmat ro'yobga chiqmasa, u hukmning nimasi bo'lmaydi, illat bo'lmaydi. Masalan, iskorlik haroqning harom qilinishiga intayin munosib degani shuningdan bo'lgan maqsad shundan hosil bo'ladi. U maqsad olsun qaysi kishining aqlini saqlab qilish. Chunki haromlikni iskorlikqa bino qilishda aqlni saqlab qilish yoki mas qilsa harom, bo'lmasa harom emas degandan keyin, mas qiladigan kishining hammasi harom qilayotgandan keyin aql saqlanadi. Mas qilmaydiganda aql birga ketmaydi. O masala ma'lum. Qasdan tajovuzdan odam o'ldirish qisosni vojib qilish uchun munosibligini buning hikmatini o'ziga bog'lanadi shu. Chunki qasdan odam o'ldirish mirasni ko'msa qisas elinadi degandan keyin qisas elingandan keyin ham kishilarning hayoti saqlanadi. Chunki qisasni shu qasdan odam o'ldirishga bino qilishda kishilarning hayotini saqlab qilish yoki hech kim o'zining hayotini saqlash uchun odam o'ldirmaydi, haqning hayoti saqlanib qoldi degan. O'g'ri er yoki ayolning qo'lini kesishni vojib qilishga munosib uchun hikmatiga dal to'g'ri keladi-ki, chunki ash qo'lni kesish degan hukmni shu o'g'irlikqa asoslanib chiqarishda haqning mollarini qana qilishni saqlab qolish bor. Demak, hukm hikmatga bog'lansa, shu hukmdan bo'lgan asosiy maqsad ro'yobga chiqsa, amalga oshsa, ma illatlalaydi. Agar hukmni ma illatga qana qilsak, bog'lasak, ammo bog'lagan bilan bu illatga bog'lashdan hükümün asli maqsadi g'oyasi ro'yobga chiqib amalga oshmasa, ma illatlanmaydi. Shunlashqa degani yuqoridagidek 3-shart vasfdan munosiban bo'lg'achqa
g'ayrimunosib bo'lgan illatlar bilan illatlash to'g'ri emas. G'ayrimunosib illatlar degani, ya'ni u illatlarga hukmni bog'lab qo'yganlik bilan hukmning asli maqsadi ado topmaydigan, asli g'oya nishoni amalga oshmaydigan mandaq sifatlarni illat qilish la yajuz. Ya'ni bunday sifatlarni odatda biz tardiya deb qo'yamiz, ya'ni avsof tardiya deb ataladi, ya'ni umumiy sifatlarni universal hammada topiladigan, yoki ittifoqiy degani udul kelib qoladigan ashqi hammasi topiladigan o'rtaq sifatlar deyiladi-ki, uningki hukm bilan aloqasi tushunilmaydi yoki hikmat bilan bu aloqasi tushunilmaydi. Faqat munosib qilsa aroqni harom qilish masalasini uning rangiga bog'lab qo'ysa, rang degan u aqlni saqlab qilish, aqlni saqlab qolmaslik munosabati yo'q. Qotilninki qasdan tajovuzdan odam o'ltirgan odamdan qisos solishning vojibligini, u odamning misrlik, tavalliki misrlik bo'lish yoki saudiylik bo'lish yoki boshqa yerlik bo'lishga bog'lab qo'ysa, u hech qanday munosabati yo'q uningki. O'g'rininki rangining, chiroyininki bug'doy o'ng, oq pishmoq yoki qoramtul bo'lishiga qo'lni kesib bog'lab qo'ysa, xalqning mollarini saqlab qolish hech qanday munosabati yo'q uningki. Masalan, yoki Ramazonda qasdan iftor qilgan odamning keladi tilg'aningandek arabiy bo'lishni bog'lab qo'ysa, arabiy ulamdi, shaharlik ulamdi o'xshashlar. Ramazonda qasdan iftor qilgan odamning hammasiga kafarat degan hukm keladi. Uning arabiy bo'lishla munosabatsiz. Masalan, demak xulosalasak cho'qim illatning illat bo'lish uchun, ya'ni bir sifatning illat bo'la olish uchun shu sifat shu hukmningki asli maqsad bo'lgan hikmatni ro'yobga chiqarilishi kerak. Hukm shunga bog'langan vaqtda maqsad ado etish kerak. Mayli bir sifat aslidillah hikmatga to'g'ri kelmasimi? Mayli dastlabki to'g'ri kelib, keyin ma'lum bir munosabatlar bilan u hikmatga bog'lanmaydigan bo'lsin, qanday bo'lsin ish qilib hukmni bog'laydigan vaqtda shu sifatning tahtidan hikmat chiqmasa, shu sifat, ya'ni hukm bog'langan shu sifatning hukm bog'lanishi bilan ash illat ro'yobga chiqmasa, ma'xul sifat illat bo'lmaydi. Shuni olib turadi. Ya'ni aslida munosib bi awsaf munasiba bi asliha degani aslida munosib sifatlarni aslida munosib sifat degani aslida hikmatni o'chigalig'liq, lekin o'sha aslidagi munosib sifatlarga ba'zi juz'iyatlarda uning munosibligini ketkizadigan, uni tashri'ning hikmatining tepilish ehtimoli emas keskin qiladigan mundaq kelib qolgan ahvol ostida mundaq sifatlar bilan illat qilish to'g'ri emaski, aslida hikmati bor. Yani hikmatni o'ziga oladi, hikmatga bog'lanadi. Hukmni shu sifatga bog'lasak, shu yerdan hikmat amalga oshadi, lekin ma'lum bir sabab tufaylidan bergi hikmatni yo'qotadiganligi aniq bo'lib qolsa, bu sifatni yaramaydi. Chunki bizning shartimiz shu hukm bog'langan vaqtida nim bo'lish, munosib bo'lish. Masalan, deyli, biz oldingi qatimni deb o'tdik. To'y qilish. Normal saqlam to'y kelishimi, to'y nikosi şu ailede tug'ilgan balaning dadiga bo'lgan naslining tutilishiga illatlalaydi. Chunki buning tahtida hikmat borki, ash illatningki, ash hukmning dadining balasi degan hukmningki turtki hikmati borki, er ayol jinsiy munosabat o'tkazadi. Aslida manda. Lekin oldingi soatimda misol qilib bergan shu to'yni qildik. To'yni qilgan vaqtning o'zida, to'yning o'zida nikoh o'qib bo'lgandan keyin er shu so'rindan ketib qoldi Iroqlarga. Qaysi sabab bilan bo'lsin, er bilan ayol keskin uchrashmadi. Demak, miyada illat bo'lgan bilan, to'y qilish degan nikoh o'qish degan illat bo'lgan bilan buning ostidagi jinsiy aloqa bo'lmay qoldi. Keskin 100% hammadan biladi buni bo'lib qolsa, ma illatin illatlanmaydi-ki, 10 yildan keyin kelsa ayol kishi, siz men bilan to'y qilgan, masna balangiz deb oldiga chiqqan balani adamning balasi deyamaymiz. Bu bir. Eg'izdan chiqqan oldim, satdim degan mushu so'z sodining sog'lom bitib, mal-mulkning mulklarining ikki tarafga olinishi, naql qilinishining hukmi bo'la oladi. Chunki mal so'z rozilikning ifodasi edi. Asli lekin birisi majburlab turib, Qur'onni tanglab turib, qo'ya imzoni deb imzo qo'ydigan bo'lsa, ig'zorlik bo'ldi, satdim ya'ni ma'nosini deb saptugan bo'lsa, bu ig'izdan chiqqan satdim bo'ldi degan mushu sigatul qubul val ijobningki ostidan keskin hikmat chiqmaydi-ki, rozilik keskin yo'q, chunki mukrah u. Manda holatda yana satdim degan gap hukmga illatlanmaydi-ki, hukm bo'lmaydi, so'da bo'lmaydi, keyin fursat topib qolsa, so'dni buzib o'tish yoki asliga qaytarib o'tish huquq bo'ladi. Demak, bir sifat illat mayli aslida hikmatni o'ziga olgan bo'lsin, mayli aslida olmagan bo'lsin, hukm shunga bog'langan vaqtda uning hikmati shunga bog'lanmaydi ekan. Hikmat shunga ostidan chiqmaydi ekan. Hukmni shu illatga bog'lagan vaqtda hikmat ro'yobga chiqmaydi ekan, undagi illat ololmaydi. Shuni olib turib davotidi. Masalan, mukrah majburlangan odamdan chiqqan so'd siyg'isi mulkiyatni o'tkazishning illat ololmaydi degani so'd bitmaydi uningda.
Nikah qilgan vaqtdan tortib uchrashmaganligi aniq isbotlangan kishilarningki er-xotinligi nasabdan sabit qilinmaydi-ki, aniq uchrashmagandan keyin o'tug'ilgan bola uni olmaydi. Majnun paytida balog'at yetganning balog'at yetish degan gap kishilik huquqininki nimasi, o'zining shaxsiy egdorchilik huquqining bir illati. Lekin bu sarang payt bo'lib qoldi ham bo'lsa, ya'ni uning o'zining egilik huquqininki yo'qilishiga illat bo'lmaydi. Chunki yuqoridagi bay'i, zavoj, bulug' deganlar aslida hikmatni o'ziga olgan bo'lsin, lekin majuziyatlarda, hozir biz olgan misollarda bu mazanna bo'lmaydi degani hikmat tepilish ehtimol o'rin bo'lmaydi va yoki hikmatga munosabatlik bog'lanishma ham bo'lmaydi. Keskin bo'lmag'achqa Mavla nima bo'lmaydi, illat bo'lmaydi. Xo'sh, 3-shartning ahvoli shu. 4-shartda hamda illatning illat bo'lishi uchun shu sifat asliga xos bo'lmasligi kerak. Chunki tabiiyda bu gap. Qiyos degan nima? Aslida bir illat topildi, hukm shu illatga binoan chiqarildi. Bu illat far'iymi tepildi. Undan keyin tabiiyki hukm far'iy keladi deb biz shu illatning boshqa yerda tepilishini asos qilib turib hukmni o'tkazamiz. U boshqa yerda tepilmasa tabiiyki hukm qana qilinmay o'tkazmaydi-da. Ya'ni buning ma'nosi bu illat shunday bir sifat bo'lishi kerakki, aslidan boshqa bir qancha afrodlardimi amillishi tepilishi kerak. Yumkin ayatahaqqaq va yujad. Tepilishi va amillishi kerak. Chunki aslining hukmini illatlashning maqsadimi dal shu hukmni far'iga o'tkazish. Agar aslidan boshqa tepilmaydigan illatlanib qolsa, albatta bu qiyos asoslanmaydi. Chunki qiyos degandan maqsad shu illatni oyada tepib, boshqa yerda amillashib, mayadim tepilgan, andog'anda oyadagi hukmni akilamiz degan gap qiyos asli. Şunlaşqa Rasulullah'ın xususiyetlerinden bo'lgan ahkamlar, xususiyetlerinden qatoridan bo'lgan ahkamlar Rasulullah'ın zati uchun deb illalangan vaqtida uni qiyos qilish to'g'ri emas. Chunki Rasulullah tillam tepiladi bu degandan mandallat olgandan boshqa tepilmaydi-da. Shuni qiyos qilib olmaydi. Rasulullah 10 xotnaga yoki 11 xotnaga deb biz bunda to'y qilolmaydi. Ondan başqa haraqning haram qilinishining illatini bu degan üzümning sirkisi haraq qilinganlik deb menda o'zi haraq qo'ygan üzüm sirkisi deb illatlik bo'lmaydi. Chunki ona desak üzüm deganga qasob qolgandan keyin üzümning g'ayri tepilmaydi-da. 6 tane jazoni maldagi jazoning haromligini 6 tane mal o'zi oltin, kumush, bug'doy, toz deb illatlik bo'lmaydi. Chunki unda deb qo'ysak oltinning g'ayri tepilmaydi-da. Xolos. Endi ba'zi usuliylar eng oxirgi shartni shart qilishda qarshilik qildi degani qo'shilmaganlarmi bor, lekin ma shartni shart qilishda xilof bo'lmasligi kerak. Madam maqsad qiyosning ruknisi asosi bo'lgan illatning shartlari bo'lgan ekan, madam maqsad qiyosning rukni asosi bo'lgan illat bo'lgan ekan, illat qiyosga asos bo'lish uchun cho'qim mutaaddi bo'lish kerak. Ya'ni illat boshqadan tepilish kerak. Ya'ni asliga xos bo'lmagan, boshqasi tepilish mumkin bo'lgan ish bo'lish kerak. Shunda bo'lgan vaqtdan illatimiz boshqa yerda topgandan keyin hukmni boshqa yerda topa olamiz. Bo'lmasa hukm boshqa yerga kelmaydi. Shundan bugungi darsimiz tugadi va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.